Yoshlar qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. 2026-yilda biz niyat qilganimizdek, Allohning o'zi Temurjonning xonadoniga boshqarib kelgan bo'lsa, xonadonda ona yurt bu Turkiston, bobo yurtim Turkiston deb hofizlar kuylashadi. Turkiyalik qudalar kelishibdi. Ahmad Bey, hoş gelmişsiniz. Merhabalar olsun. O'zbekiston Türkiye oralig'idagi ko'prikni endi 2 yoshlar, Temurjonni qizlari, Temurjonni o'g'illari, urf-odat tibiyon kuyovlari bog'lashadi. Siz biz mehmon akamiz mana endi bu mehmonlar endi Qo'qonni bog'lashadi. Yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qarisinlar. O'g'lingiz to'yga kela olmagan edik. Salohiddin aka kelgan, o'sha paytda Hoji aka kelgan. Mana mehmonlarim kelishgan ekan. Tabrik so'zini yaxshi niyatlar bilan unutilmas lahzalarda Ahmad Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Her iki tarafa da hayırlı olsun, mübarek olsun, yaşlar uzun olsun, sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir şekilde huzur dolu bir yuva kursunlar inşallah. Amin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun ukamiz Temurjonni uyida o'tiribmiz. Avvalambor mehmonlar xush kelibsizlar. Mana shu bo'ladigan to'y juda ajoyib bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarib, o'g'ali juvali bo'lib, yaxshi hayot kechirsin. Bizlar ham mana shu yoshlar Turkiyaga borgan paytida Temurjonni qizinikiga borib, shu o'g'il to'ylariga, qizlar to'ylariga qatnashishni Alloh nasib etsin. Bularda bu dunyoda ichganlari zamzam bo'lsin. Bu dunyoda Kavsar bo'lsin. Bu dunyoda yurgan yo'llari Makka-i Madina, bu dunyoda jannat a'lo bo'lsin. Hammaga mana shu tilayni tilayman. Hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamisha yaxshilik bilan ko'rishni Alloh nasib etsin. Allohu akbar. Temurjon, qadrdonim, yoshda baxtli bo'lsin. Qilib qudalar bilan bordi keldi, mana mustahkam bo'lib ketsin. Qilib sizlar bo'lgan yerda biz ham Xudo xohlasa. Bu yoqqa chopqillab, ular bizga chopqillab kelib, qilib bordi keldimiz, bundan ham kuchayib ketsin. Qarindosh bo'lib qolaylik hammamiz. Qilib bulardan shirin navaralar ko'rib, navaralarni katta qilib, cho'q yigitlar qilib, shular rohatni ko'rib bering. Umr uzoq bo'lsin, butun dunyoni aylanib kulga so'yitga qilib, bizlar niyat shu. Hammalaringga rahmat, mana shunchalik uchrashibdi ekan, rahmat, mana nimaga akaga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Mana shunday tabarak joylarga kelib, ulug' odamlar bilan uchrashyapmiz hozir. Mana akamiz, o'zlaring, mana Hoji akam, hammamiz baxtli bo'laylik, sog' salomat bo'laylik. Alloh o'zi qo'llasin. Baxt tilaymiz, taxt tilaymiz. Uvoli juvoli bo'lib, qo'shgani bilan qo'sha qarib, sog' salomat umr ko'raversinlar. Hayırlı etsin, mübarek eylesin, hayırlı evlatlar nasip eylesin, ömürleri güzel eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun, rahmet. Teşekkür ederim, Allah razı olsun hepinize inşallah. Nice birlikte güzel yıllara birlikte yaşlanırız, birlikte bir şey yaparız inşallah. Sağ olun hepiniz, teşekkür ederiz, rahmet. Holatda yoshlarimizga, jiyallarimizga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin. Hayırlı olsun, iyi olsun işte. To'yla boramasın Temurjon. Rahmat, Hoji, rahmat. Kelganlaringga, hammalaringga baxt, omad tilayman. Shunchalik mana kelib hurmat qilganlaringga rahmat. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Yoshlar baxtli bo'lsin. Rahmat.